Bechora Diego Simeone. Ha do'stlarim, bejizga bechora Atletico Madrid demadim, bechora Diego Simeone dedim. Buning esa o'ziga yarasha sababi bor. Sababi do'stlarim, Atletico Madrid Diego Simeonegacha har doim Real va Barselonaga raqobatchi bo'la olmagan. Diego Simeone kelganidan so'ng esa ular Madridning yana bir klubi, qirollik klubiga ham, Kataloniyaning Barselonasiga ham qarshilik ko'rsatishni boshlagan va raqobat qila oladigan darajaga yetib kelgandi. Va bu narsa bir necha mavsumlarda ham o'xshagan. Qaysidir mavsumda, yili aniq esimda yo'q, ular Qirol Kubogi finalida kimsan Real Madridni mag'lub eta olgan. E'tibor bering, Cristiano Ronaldosi bor Real mag'lub eta olgan. 2 yoki 3 marotaba Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasining bir necha marotaba Real Madridni ham mag'lub qilay degandi. Bir marotaba Sergio Ramos ularning joniga oro kelgan. Bir marotaba esa penaltilar seriyasida. Men aynan finallar haqida gapiryapman do'stlarim. Hozir ham yomon emas, lekin mana shu mavsumga kelib nima uchundir Atletico Madrid g'alabaga erishay deya turgan vaqtda g'alabani qo'ldan chiqarib mag'lubiyatga yuz tutmoqda. Ular Real Madrid bilan ham Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasining 1/8 finalida penaltilar seriyasigacha bora oldi va keyin musobaqani tark etishga majbur bo'ldi. Endi esa mana bu bahsga e'tibor bering. 2-0 hisobida g'alaba qozonayotgan jamoa o'yin tugashiga 20 daqiqa vaqt qolganida darvozasidan 4 ta to'p olib chiqayapti va tayyor 3 ochkodan mahrum bo'lmoqda. Ochig'i do'stlarim, men ushbu bahsda odatdagi Atletico Madridni ko'rmadim, chunki odatdagi va har doimgi Atletico Madrid g'alaba qozonayotgan bo'lsa ham, bahs tugashiga 10 daqiqa, 5 daqiqa vaqt qolgan bo'lsa ham, o'z avtobusini himoyaga qo'yib oladi va qushni ham uchirmaydi. Balki matraschilar ushbu bahsga ham aynan mana shunday reja bilan yetib kelishgandir. Va aynan Barselona darvozasiga kiritilgan ikkinchi gol ularga ishonch hadya qilib avtobusni ham esdan chiqarishlarini ta'minlab bergandir. Men ham shunday fikrdaman. Agar Atletico Madrid 1-0 hisobida g'alaba qozonib turgan bo'lganida, o'yinni tashlab yubormasdi va avtobusni yanada mustahkamlardi. Ular ikkinchi golni kiritganlaridan keyin bo'ldi, g'alaba endi bizniki deb o'yinni butkul tashlab yubordi, chunki Robert Lewandowskining kiritgan goliga e'tibor bering. Hech qayerdan, aniqrog'i yo'q joydan gol kiritmoqda. Bunga sabab esa albatta hozirgina ta'kidlab o'tganimday, Atletico Madrid futbolchilarining o'yinni tashlab yuborganligidir. Va do'stlarim, Ferran Torresning kiritgan goliga ham e'tibor bering, ya'ni 78-daqiqadagi u ham bosh bilan gol kirityapti va deyarli yo'q joydan gol yaratayapti. Bu ikkala goldan kelib chiqib esa shuni aytishimiz mumkinki, Atletico Madrid haqiqatan ham g'alaba bo'ldi, 100% bizning cho'ntagimizda deb o'ylashni boshlaganligi sababdir. Lamine Yamalning goli-ku, bu umuman boshqa tarix. Lamine Yamal bu Lamine Yamal. O'zining sevimli o'ng qanotidan sevimli uslubida gol kirityapti. Albatta ushbu holatda Ricochet ham bo'ldi va Ricochet ham Young Oblakni chalg'itdi. Lekin faktligicha qoladi. Lamine Yamal ushbu mavsumda aynan mana shu nuqtadan raqib jamoa darvozabonlarini juda ham qiynamoqda. 98-daqiqadagi Ferran Torresning yana bir kiritgan goliga ham e'tibor bering. Bu joyda Atletico Madrid himoyasidagi xatoga. Go'yoki Atletico Madrid futbolchilari ushbu soniyalarda futbol o'ynashni istamayotganda edi. 2-0 hisobida oldinda borib, keyin 3 ta gol o'tkazib yuborganidan keyin Atletico Madrid klubi futbolchilarining hafsalalari rostdan ham pir bo'lib ketdi va oqibatda oltinga teng 3 ochkolardan mahrum bo'ldi. Do'stlarim, Ispaniya La Ligasida chempionlik poygasi qizigandan qiziyotgan edi. Menimcha ushbu bahsda durang natija qayd etilganida Atletico Madrid uchun ham, Barselona uchun ham, Real Madrid uchun ham ajoyib natija bo'lgan bo'lardi. Endi esa Atletico Madrid Barselonadan 7 ochko ortda qoladigan bo'ldi. 7 ochko deyapman, chunki Barselonada bitta zaxira o'yini bor. Real Madriddan esa 4 ochko ortda bormoqda. Hozir esa Barselona va Real Madrid ochkolari teng 60 ga 60, lekin hozirgina ta'kidlab o'tganimday Barselonada bitta zaxira o'yini bor.
Va do'stlarim, mening shaxsiy fikrimcha ushbu mavsumda Barselona La Liga chempioni bo'lsa kerak, katta ehtimol bilan. Chunki Real Madrid Ispaniya La Ligasini Barselonaga berib, o'zi Yevropa Chempionlar Ligasiga bor kuchini tashlashi ham mumkin. Buni tarixdan kelib chiqib gapiryapman. Agar Zayniddin Zidanning ketma-ket 3 mavsum Chempionlar Ligasini qo'lga kiritgan yillarini yodga oladigan bo'lsak, qirollik klubi bilan aynan mana shunday holatlar kuzatilgan edi. Bilmadim, ushbu mavsumda ham bu holat takrorlanadimi yoki yo'qmi? Buni endi vaqt ko'rsatadi. Nima ham deylik do'stlarim, ushbu super mega comeback bilan albatta Barselona klubi muxlislarini tabriklab qolamiz. Ha, aytgancha gap bilan bo'lib, eng asosiy narsalardan biri yodimdan ko'tarilay debdi. Gap shundaki do'stlarim, kommentariyada sizlar uchun 5 million so'mlik manzil qoldiraman. Ha do'stlarim, bosh homiyimiz yangi mijozlar uchun 21 million so'mdan taqdim etayotgan edi. Ushbu aksiya esa nihoyasiga yetdi va 21 million so'm emas. Endi yangi mijozlar bor yo'g'i 5 million so'm bilan mukofotlanadilar. 5 million so'm ham yomon pul emas. Shuning uchun kommentariyadagi manzil orqali o'tib ro'yxatdan o'ting. Ro'yxatdan o'tish vaqtida ekraningizda ko'rib turgan RMD OFF promo kodini kiriting. Shundan keyin bot, ya'ni robot emasligingizni tasdiqlash uchun hisobingizni istalgan summa evaziga to'ldiring. Masalan, 20 ming so'm, 30 ming so'm. Pulning miqdori ahamiyatsiz. Barcha aytib o'tganlarimni xato va kamchiliksiz amalga oshirganingizdan so'ng o'yin hisobingizga 5 million so'm pul mablag'i kelib tushadi. Mayli do'stlarim, mana shu yerda hozircha xayrlashib qolaman, chunki kechasi bilan futbol ko'rganmiz, ko'zlarimiz esa uyquga zor. Shu sababli gaplarimiz ham alg'ov-dalg'ov bo'lib ketyapti. Futbolni seving va u bilan yashashda davom eting. Omon bo'ling.